Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, do'stlar. Mana yana bitta obyektimiz Quva tumani Akbaravot qishlog'ida bo'ldi. Xudo xolisa juda go'zal chiqdi. Ko'rib baho berasizlar. Tekisliklariga, tikka shoklari o'ta ideal holatda qilib bitkazildi. 3 xil fasonda. Qora, sariq, shikolat svetda bo'ldi. Mix variantda. Versace laqrani sokillari ham gipki kamin bo'ldi. Kafenli fasonda juda go'zal chiqdi. Eshik-romla atrofiga Versace'lar yopishtirilib, o'ta go'zal qilib yopishtirildi. Kimgadir gipki kamin xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, do'stlar. Bugungi kunga 2025-yil 15-iyul iyulni sanasiga 95 ming so'mdan mash fasonimiz yopishtirildi. Tashqarilari ham 3 xil fasonda mix variantda bo'ldi. Kulrang qora sariq. Sokillari grind fasonda bo'ldi. Do'stlar, ko'rib baho berib, bizning kanalda yangi bo'lsalaring like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Birinchilardan bo'lib ko'rasizlar videolarimizni.